o'zi insonni eng katta dushmani men bilaman degan so'z. Bahona topsangiz bahona tayyor, imkon topsangiz imkoniyat tayyor. Lekin tug'ruqdan keyingi depressiya har 10 ta ayoldan ikkitasida uchraydigan holat hisoblanadi. Korset tana uchunchi asli o'zi dushmandek. Bir ayol homilador bo'ldi, homiladorligi og'ir kechdi, tug'ruqi og'ir kechdi, undan keyin farzandli bo'ldi, farzandli bo'lgandan keyin unda depressiya boshlandi. Sizni sohangizda eng katta muammo nima? Dangasalik. Assalomu alaykum, aziz kuzatuvchilarimiz. Men Gulnoza Najmidinovaman, oliy ma'lumotli psixologman. Pedagogik fanlar falsafa doktori, dotsentman. 15 yildan beri psixologiya sohasida ishlab, izlanib kelaman, o'qib, o'z ustimda ishlab va juda ham ko'plab ayollarga yordam berishda o'z hissamni qo'shib kelaman. Va shu foydamizni yana ham kengroq ommaga chiqarish uchun bugungi YouTube kanalimizda yangi rubrika boshladik, yangi yo'nalish boshladik. Xudo xolasa hammangizga manfaatli bo'ladi, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman va bugungi hammaga foydali bo'lishini niyat qilib boshlagan ishimizni ilk mehmoni tug'ruqdan keyingi ayollar salomatligini tiklash bo'yicha ekspert Fahriya xonim. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Avvalo chaqirganingiz uchun rahmat. Taklif qilganingizga. Kelganingizga rahmat. O'zingizni tanishtirsangiz, faoliyatingiz bo'yicha qisqacha ma'lumot bersangiz ayollarimizga. Baribir birinchi odamlarning qiziqadigan narsasi biron insonni ko'rganida menga nima foyda bera oladi degan savol qiziqtiradi odamlarni. Shuning uchun nima foyda keltira olasiz siz o'z yo'nalishingizda shu haqida ma'lumot bersangiz. Avvalo o'zimni tanishtirsam, haqiqiy ismim Nilufar Yo'ldosheva. Fahriya xonim taxallus bilan faoliyatimni olib boraman 5 yildan beri. Fahriya xonim taxallusini qo'yishimdan sabab mendan, ya'ni men faxr bo'lishni istaganman. Shuning uchun qo'yganman va bu meni doimiy maqsadlarimni amalga oshirishimda turtki bo'ladigan asosiy omil sifatida o'zimga qo'yib olganman. Meni faoliyatim asosan yo'nalishim sport yo'nalishi, gimnastika va biz mana shu gimnastika orqali ayollarni tug'ruqdan keyingi tiklanishiga yordam beramiz. Ko'p ayollarimizni deylik kasallik bo'ladi, kasallanadi, lekin kasallikdan keyin tiklanish qiyin bo'ladi. Istagan shifokoringizga borsangiz, ular aytadi sizga, mana bunaqa kasallik o'tqazding, tiklanish uchun gimnastika qilishing kerak, sport bilan qilishing kerak. Nega? Gormonalniy o'zgarishlar bo'ladi ayollarda. Aynan mana shu gormonalniy o'zgarishlarni biz sport yo'nalishi, gimnastika yo'nalishi orqali biz tabiiy stimullaymiz. Shu orqali ayollarda deylik kasallangandan keyin davolanganda qayta tiklanib va davo protsessi uzoqroq muddatga yetib borish uchun ham biz bu narsada qo'llaymiz. Deylik bitta misol keltirishim mumkin. Deylik bir ayol homilador bo'ldi, homiladorligi og'ir kechdi, tug'ruqi og'ir kechdi, undan keyin farzandli bo'ldi, farzandli bo'lgandan keyin unda depressiya boshlanadi. Va mana shu depressiyada ayolda tanasidan qoniqmaslik boshlanadi birinchi o'rinda. Chunki ayol tug'ruqdan oldin, homilador bo'lishdan oldin deylik ayol tanasi o'zidan qoniqqan, chiroyli bo'lgan, tug'ruqdan keyin ortiqcha qorin paydo bo'ladi, rastяжкалар paydo bo'ladi va ayol o'zidan qoniqmaydi. Bu narsada deylik operatsiyaga borishadi. Operatsiya qildirsam, liposaksiya qildirsam, oldirib tashlasam, qomatini chiroyli qildirib olsam, xirurgiya yordamida. Xirurgiya yordamida qildirsam. Xirurgiya ham oxirgacha yechim emas. Buni sport bilan to'g'rilasa bo'ladi. Faqat ayolga matonat kerak. Demak, xirurgiya oxirgi yechim emas, ungacha bo'lgan bosqichlari bilan siz ishlaysiz. Albatta. Endi xirurgiya talab qilinadigan joylari bo'ladi. Unisini rad etmaymiz, lekin xirurgiyasiz bajariladigan joylari ham bor. Sport qilganda tanaga tig' tegmaydi, tanaga ukollar bo'lmaydi, narkozlar olmaydi-da ayol. Deylik, hech narsa yo'qotmaydi. Qilib ko'rgani bilan hech narsa yo'qotmaydi. Teskarisiga, yaxshi tarafga o'zgarishni boshlaydi. Ayol o'ziga ishonishi boshlaydi, deylik, tetiklashishi boshlaydi, gormonlari ishlashni boshlaydi. Bizda organizmda shunaqa kortizol gormoni bor, buni hamma biladi. Kortizol stress gormoni deyshadi. Aslida bu quvvat gormoni hisoblanadi-da. Oddiy qo'lingizni ko'tarib tushirishingiz, mashina haydab yurib kelishingiz, oddiy yurib harakatlanishingiz uchun ham bizga mana shu kortizol kerak. Endi ayol mana shu tug'ruqdan keyingi depressiyasida kuchli stresslarning hisobiga unda gormonalniy buzilish boshlanadi. Bu narsani deylik pregnenolonoviy kraja deyiladi bizning tilda. Bu degani kortizolni haddan ziyod oshib ketishi va tana himoya pozitsiyasiga o'tib qoladi. Tanada yurak urishi uchun kerak bo'ladigan kortizol quvvatlarimiz, yurak urishiga, o'pka, nafas olish, hattoki biror narsani o'ylab yoki bolani
o'rnatish uchun ham kerak bo'ladigan quvvati uni stressiga ketib qoladi. Bu narsani biz sport bilan va psixologlar yordamida albatta ishlash kerak ikki tomondan. Bu kortizolni to'g'irlash mumkin. Mana shu pregnenolonoviy kraja deganim bu tanada deylik biz ovqat pishiryapsiz, uyingizda ikkita kartoshka, bitta sabzi va bitta piyoz bor. Siz uyingizga mehmon keldi, lekin siz aniqda bitta kartoshka, bitta piyoz olib qo'ygandingiz. Ya'ni ko'proq ovqat qilishga, ya'ni ertangi kunga bor. Boshqa uyingizda yo'q. Endi uyingizga to'satdan mehmon kelganida siz haligi uyingizda hammasini ishlatishni kerak bo'ladi. ishlatib Chiroyli qo'yishingiz ovqat kerak qilish bo'ladi. uchun. Chiroyli ovqat qilish uchun. Endi bizda tanadagi bu stress xuddi kutilmagan mehmon sifatida bo'ladi va tanamizda, ichimizda, organlarimizda kerak bo'ladigan, ishlatilishi kerak bo'lgan kortizol gormonimiz boshqa gormonlarimizni ham yig'adida stress bostirishga ketadi. Chunki stress bostirilishi juda srochniy narsa. Ayol stress olganda qo'llarini, mushtim, tishlarini Hamma yog'iga zarar yetadi. Har bir tana a'zosi zarar ko'radi stressdan. Shunaqa. Butun Agar uni tez hal qilmasa. tez hal qilmasa yoki biror narsani uradi, eng yomoni ichiga yutishi. Ichiga yutganida u tana nima qilishini bilmaydi. Avvaliga miya uni boshqara olmadi, keyin men boshqara olmadim deydi, tanaga berib beradi. Qolgan tana a'zolari buzilishni boshlaydi. Kortizol kuchayib ketgan paytda miyamiz bizani bilamizki, himoya vazifasi, himoya qilish kerak u tanani. Srochni organlarga, ya'ni tezlikda organlarga buyruq beradi. Sizlar Hamma zapasdagi hamma moddalarni chiqaringlar. o'zinglarni himoya qilib zapasni berib yuborgin deydi. Zapasnoy vaqt berib yuboradi. O'zi ishlatish kerak, lekin u biroz muddat ishlamay turadi va natijada u zapasini berib yuboradi. Zapas berib yuborgandan keyin ayolda tanada keyin o'zgarishlar boshlanadi. Hali oshqozoni og'riydi, hali ichagi og'riydi, stress olganda. Qo'q sohalarida bachadon qismlari og'rishi boshlaydi, miyada kuchli og'riqlar kelishi boshlaydi. Chunki miyani aktiv harakati uchun ham bizda kortizol kerak. Stressni tashqariga chiqarmasdan bostirganini hisobiga bo'ladi. Bunaqa ayollarga bir tomonlama yechim bo'lmaydi hech qachon. Sport bu tanada ishlaganingiz hisobiga ter bilan tanadan chiqib ketsa, ya'ni harakat hisobiga kortizol stressni bostiradi, chunki tana harakat qilayotganda miya o'ylamaydi. Stress podavlять chuqurlashib keta olmaydi, chuqurlashib keta olmaydi. Biroz muddat biz uni aylanib o'tamiz stressni. Ya'ni kortizolni biz tanada kerakli quvvatga ishlatib olamizda, stressga o'sha qolmaydi. Kortizol qolmaydi. O'zi psixologiyada astress, distress degan tushuncha borda, ya'ni qisqa muddatli stress va uzoq muddatli stress. Qisqa muddatli stress foydaga xizmat qiladi degan tushuncha bor. Ya'ni agar uni to'g'ri yo'naltirsa, ko'pchilik uchun bu yengillik bo'ladi. Qanaqasiga stress foyda berishi mumkin. Lekin o'sha stressni agar to'g'ri yo'naltirsa, ya'ni siz hozir aytgandek harakatga agar uni yo'naltirsa, undan juda ham katta natijalarga chiqsa bo'ladi. Lekin distress, ya'ni davomli stress bu shunaqa stresski uni oxiri depressiyaga olib boradi. Ya'ni siz hozir aytayotgan chora ko'rilmagan joyda u davomli bo'lib bostirilib, u tan olinmaslikdan kelib chiqadi. Men hozir qiynalyapman, menga yordam kerak, men hozir o'zimga o'zim yordam berishim yoki yordam so'rashim kerak deb tan ololmagani uchun o'ziga u narsa davomli bo'lib depressiyaga o'tib ketadi. Hozir mana shu psixologiyadagi shu holatni siz fiziologik tomondan tushuntirib beryapsiz-da. Endi ayol kelganida boshida kuchli baribir seziladi. Ayolda depressiyaga tushgani ham seziladi. Davomli stress hisobiga. Nevroz holatidagi ham seziladi. Hammasi seziladi. Biz baribir men psixologiyaga o'qiyman, o'zim uchun o'qiyman. Ya'ni oldimga kelayotgan har bitta ayolni tushunishim uchun. U ayol bilan ishlayotganimda men unga qanaqa yordam bera olaman? Unga yana nimalar buyurishim kerak, u yana nimalar qilish kerak, kimlarga murojaat qilish kerak, u qaysi psixolog unga yordam beradi, gruppovoy ishlash yordam beradimi unga yoki individual ishlash kerak, balki ikkalasini baravar olib ketish kerakdir. Unga aslida bu narsa nima uchun kerakligini men tushuntirib bera olishim kerak. Ana o'shanda ayolni bu holatdan chiqarib olishimiz osonroq bo'ladi. Shunga biz bu ikki tarafini ham beramiz. Demak, ongida nima bo'layotganini хотя бы поверхностно yuzaki tushunsangiz ham unga o'sha fiziskidan tashqari emotsional поддержка yoki qat'iy murojaat qilishiga yo'naltirib yubora olish. Shunaqa. Fahriya xonim, qarang, mana hamma baribir o'zini qalb kasbiga qanaqadir holat bilan keladi-da. Bu birinchi savolim, bu hozir qilayotgan ishingizni qalb kasbimni topdim deb ayta olasizmi? Va agar qalb kasbim bu
deydigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan menimcha shunaqa deysiz. Qanaqa qilib kelib qolgansiz bu ishga? Bu narsaga kelish oson bo'lmagan. Albatta, hech qaysi bitta ayol bunaqangi tug'ruqdan keyingi depressiv holatga tushib qolishni xohlamaydi. Lekin tug'ruqdan keyingi depressiya har 10 ta ayoldan ikkitasida uchraydigan holat hisoblanadi. Men asli buxgalter bo'lganman. Больницada buxgalter lavozimida ishlaganman. Moddiy boyliklar zaxirasida bo'lib ishlaganman. 4 yil ishladim. U paytda juda o'ziga ishonuvchan qiz bo'lganman. Keyin turmush qurdim. Turmush qurganimdan keyin menda tug'ruq bo'ldi, homilador bo'ldim. Homiladorligim juda og'ir o'tgan. Ketma-ket qayd qilishlar bilan, toksikozlar bilan o'tgan. Kuchli toksikozlar bilan o'tgan. Tug'ruqdan keyin menda razriflar tushgan. Razriflar chokli ochilib ketgan. Uyda og'ir ish qilib qo'ygan. O'zimni yaxshi ko'rinish sifatiga, ya'ni yaxshi kelin bo'lish uchun, shu statusni olish uchun shunaqa. Voy, mana tug'ib chiqsa ham, mana yaxshi kelin xizmat qilyapti, ishini qilyapti, yotmayapti, razrif bo'lsa ham degan. Boshqalarning fikri, boshqalarning siz haqingizda qiladigan yaxshi fikr, o'y hayollari uchun o'zingizni qurbon qilib qo'yasiz. Qurbon qilganman. Va natijada menda chokli ochilib ketish yuzaga kelgan. Qiynaldim undan keyin. Shifokorlarga boraman, shifokorlar holatingiz yaxshi deyshadi, chunki shifokorlarning ham turi bor ekan. Davolovchi shifokorlar bo'ladi, ular sizni patologiyalaringizni aytib bermaydi. Ularni deylik vakolatiga kirmaydi u patologiyalarni aytib berish. Faqat xirurg ginekologligini shifokorlar sizga patologik holatlaringiz, razriflaringiz qanaqa bo'lyapti, sizda ichki a'zolaringizda tushishlar bormi, nimalar kuzatilyapti o'tda, uni faqat xirurg ginekologligini ko'ra olar ekan. Men ginekolog tanlashda juda ko'p yurdim. Nimaga menda bunaqa bo'lyapti? Savol qiynaverdi. Shu bilan men bu sohaga o'zimni davolash uchun kirib keldim, ya'ni gimnastikaga. Ya'ni qarang, o'zingizda bo'layotgan muammolarni siz kuzata olyapsiz. Tanamda o'zgarish sodir bo'ldi. Bu norma emas degan narsani tan ola olyapsiz. Muammo borligini tan olyapsiz. Shundan siz muammoni hal qilish uchun yechim qidirishga tushyapsiz. Shunaqa. Demak, hozir sizni yo'nalishingizda ham xuddi psixologiyaga o'xshab muammoni yechimi tan olishdan boshlanar ekanda. Shunaqa. Tan olish oson bo'lmagan. Chunki men o'zimni o'ta yaxshi kelin, yaxshi ayolman. Menda muammo bo'lish kerak emas. Men ideal bo'lishim kerak degan narsa bo'lganda, men shaxsman, ha, menda ham ideal bo'lmasligim norma degan narsa bo'lmagan. Muammo borligini tan olsangiz, mana bu yerdagi ishlar qolib ketadi. Har kungi qilayotgan yaxshi kelin orqali olayotgan maqtovlaringizga erisha olmay qolasiz. Chunki borib lecheniya olishingiz kerak, har kun doktorga chiqib ketishingiz kerak. Oson emas, yo'qotib qo'yasiz bu koronani. Shunaqa. Keyin yo'q, baribir bu muammolar oxirigacha sizni qiynaveradi. Qachon tugaydi deganman o'zimga o'zim. Qachon bu muammo tugaydi? Qachon men o'zimni aldashdan to'xtayman? Qachon men haqiqatni tan olaman? Menda haqiqatda shu narsa bo'lyapti-ku, men nega bunga ko'z yumishim kerak deganimda o'zgarish boshlaganman. To'xta, rostdan ham. Men o'zgarishim kerak. Men nimadir o'tkazib yuborganman. Menda уже holatim stressdan nevrozga o'tyapti. Bo'ladi-yu, bolangiz yig'lasa qo'shilishib yig'laysiz, baqirasiz, nimalardir otishga tushasiz, даже taxlagan kiyimlarim shu darajada tashlab yuborardim, mana shu qo'lim qaltirab qolardi-da. Shunchalik jonimga tegib ketganimdan, charchab ketgandim bu holatdan. Chunki ish qilayotgan paytingizda tez-tez hojatga borgingiz kelish hissi bu odamni noqulay holatga qo'yadi. Ha, demak, muammoni siz nimada ko'ryapsiz? Shunda ham hozir mana gapingizdan kuzatib aytyapman. Meni ish qilishimga, ideal kelin bo'lishimga, shu statusni olishimga xalaqit beryapti. Ha, shu orqali sizni tanish signal berib, sizni meni davolat deb chaqiryapti. Agar ishlaringizga xalaqit bermaganida edi, shunchaki og'riqmi yoki shunchaki bir boshqacha hissiyot bilan bo'lganda edi, ya'ni ishlaringizga xalaqit bermaganda siz dalish yuraverardingiz. Yuraverardim. Ha. Shundan keyin menga aytishdi, nima qilsam ekan? Menga buyurilgan narsalar kamlik qildi. Aytilgan mashqlar, vrachlar buyurgan narsalar. Vrachlar buyurgan mashqlar menga kamlik qildi. Chunki men o'tkazib yuborgan. Hamma kasallikka o'tkazib yuborgan varianti bo'ladi. Oyoqda o'tkazib yuboradi-ku. Xuddi shunaqa men pnevmoniyani nemis bilan davolamoqchi bo'lgandek gap. Yoki qozonni qorayib ketgan qozonni latta bilan shunchaki sochiq bilan artib qo'yib davolamoqchi bo'lgansiz. Shunaqa qilmoqchi bo'lganman. Oqartirmoqchi bo'lgansiz qozonni. Oqartirmoqchi bo'lganman. Chochiqchada artib. Shuncha ish turganda. Keyin yo'q dedim, menga kamlik qilyapti.
keyin men izlanib birinchi YouTube'dan boshladim. YouTube'da hamma narsa bor deymiz, haqiqatda bor-u, lekin filtrlashni bilmaganman. Buxgalterman, bu to'g'ri ma'lumotni ham eshitib ko'ryapsiz, noto'g'ri ma'lumotni ham eshitib ko'ryapsiz va ularni bir-biridan farqlay olmaysiz. Ikkilanish bo'lyapti. Qaysi biri biri mos to'g'ri? keladi? Menga qaysi Bizning biri mos? sohada ham bor bunaqa narsa. Keyin men ko'proq rus zabonidagilarni eshitaman, chunki o'zbek zabonida bizning gimnastikani tushuntirib berilgani yo'q. Rus zabonini eshitibman, ular chet eldagi tartiblarga mos. O'sha yerdagi ayollarga xos bo'lgan, ular ayollar misol uchun qila oladigan, bajara oladigan narsalar haqida gapiryapti. Keyin men ham o'ylab ko'rdim, to'xta. Men fantaziyam yaxshi ishlagani uchun uyda nimadir qilib Mahalliylashtirmoqchi bo'ldingiz uni. Lokalizatsiya deydi. Chet el ekspertlari berayotgan tavsiyalarni o'zimizning o'zbekona kelinlar ham bajara oladigan holatga keltirmoqchi bo'lyapsiz. Keltirmoqchi bo'ldim. Endi menda qulay vaziyat ikkita edi. Birinchisi, obedda bolalarimni uxlatganimda bajarish edi. O'sha uxlamasdan. Ikkinchisi, kechqurun erim kelguncha bajarish edi. Va eng asosiysi, uydagilar bilmaslik kerak edi. Ha, bunaqa joyi ham bor. Bunaqa joyi ham bor. Chunki siz mashq qilishingiz g'alati ko'rinadi chetdan. Nima qilyapti bu? Qanaqa qilyapti? Va menga qulay tarafi nima edi? Ish qilayotganingizda, idish tovoq yuvayotganimda ham u mashq qila olardim. Dazmol qilayotganimda, kir taxlayotganimda, hattoki farzandimni emizib yotganimda ham xohish bo'lsa bo'ldi. Xohish bo'lsa bo'ldi deydi. Shunchaki menda aytadi-ku, bahona topsangiz bahona tayyor, imkon topsangiz imkoniyat tayyor deydi-ku. Shunaqa. Imkoniyat qidirishga harakat qildim. Bu narsachi, qarang, meni hattoki oilaviy turmushimga ta'sir qilardi. Turmush o'rtog'im bilan 3 oylab alohida uxlaganmiz. 3 oylab, 6 oylab alohida uxlagan kunlarimiz bo'lgan. Qanaqa yig'lardim, bola yig'lardi, bu yoqda men kechasi uxlamayman, kunduzi yaxshi kelin rolini o'ynashim kerakmi? Yana bu yoqda tez ishimni to'xtatib, hojatga kirib chiqishim kerak. Bular hammasi meni nevrozga tushib qo'ydi. Men qattiq anaqa bo'lib qoldim. Men esankirab qoladi, odam do'tirab qoladi-ku, nima qilishini bilmay qoladi. Shunaqa bo'lib qoldi. Keyin u narsachi yanachi ayolda nafaqat ayollik organlarini, hattoki oshqozon ichaklarimga ta'sir o'tkazishni boshladi. Chunki men stressdaman, stress oshqozonni va ichakka обязательно buzadi. Chunki pankreatit chaqiradi-da, u tomonlama ham buzilishni boshladi. Keyin yo'q, men yaxshilab lecheniya olishim kerak ekan. Keyin men qo'limda 20 ming so'm pulim bo'lgan. Shuni ham qarz olganman u sinimlardan, iltimos, opajon, 20 ming so'm. Men bitta karta ochishim kerak. Kartaga pul yig'ishim kerak dedim. Endi aptekaga nimaga to'lov o'qimoqchisiz u pulni? Kursga. Kurs olmoqchisiz. Ya'ni siz bepul darslarni o'qib, mana shu biron bir yo'nalishni o'zingizga tanlab, shu yo'nalishda o'qishim kerak ekan degan qarorga kelyapsiz. Ya'ni bepul darslar sizga tushuncha hosil qilyapti va qaysi pulli darsni qaysi birini sotib olishingiz mumkinligiga olib kelyapti sizni. Men nimaga pulli dars sotib olmoqchi bo'ldim? Nima deb o'ylaysiz, Gulnoz opa? Pulli darsdan mas'uliyat bilan foydalanaman deb o'ylagandirsiz-da. Mas'uliyat masida o'tdi. Men qayta aloqa yo'q edi. Ha, bepul darsda qayta javob ola olmaganman. Men qilyapman mashq, lekin natijasini mana bunaqa bo'lyaptimi? Bu narsa normal holatmi? Mana bunaqa o'zi to'g'ri qilyapmanmi? To'g'ri qilyapmanmi men o'zi? Menda qayta aloqa bo'lmagan. Shu qayta aloqa olish uchun va o'sha trener o'zi bilan gaplashish imkoniyati bo'lib shug'ullanish uchun ham pullikni olishga qaror qildim. To'g'ri, har bir tana individualda. Sizda natija boshqacha intensivlikda ketayotgan bo'lishi mumkin. Boshqa odamda boshqacha. Birov bilan solishtirganingizdan keyin men o'zi to'g'ri qilyapmanmi? Nimaga men oldinda yoki orqadaman degan tushuncha paydo bo'ladi. Va shu holatda sizga tushunadigan odam baribir yo'nalish berish kerak bo'ladi. Shunga muhtojlik sezdingiz. Sezdim. Ko'pchilik bunga muhtojlik sezmaydi. Menga kerak emas deb o'ylaydi. Qilyapman deb. Bo'ldi. Bunaqa odamlar menimcha pullik yo'lda tursin, bepul darsdan ham bir qanaqadir o'zligiga foyda olisham yoki teskarisi. Katta ehtimol bilan teskarisi. Yoki bilib qo'yganim yaxshi bilan o'tib ketishadi. Men bilaman. Bo'ldi. O'zi insonning eng katta dushmani men bilaman degan so'z. U rivojlanishdan ham to'xtatadi, sizni yangi harakatlarga undashdan ham to'xtatib qo'yadi. Men bilaman degan narsa. Lekin men bilmayman, nima bor ekan o'shani o'rganmoqchiman desangiz, natija yaxshilanib boraveradi. Eng katta masala menga keladigan mijozlarda ham eng katta muammo, ular mendan oldin psixologiyani o'qib ko'rishgan, bilib ko'rishgan, juda ko'p ma'lumot olishgan, juda ma'lumotligi ko'p. Lekin birontasini ham hayotligiga qo'llab disiplina darajasida qilishmaganligi uchun hozir muammoga uchrashyapti. Ya'ni
man qanaqadir ma'lumotni bermoqchi bo'lsam, man u ma'lumotni berganimdan keyin uni davomida qanaqa uni qo'llash mumkinligini tushuntiraman. Xuddi hozir siz mana обратная связь deyapsiz-ku, o'xshaganida qanaqa natijaga keladi, o'xshamaganida qanaqa bo'ladi bu ko'rinishda yoki o'zi mashqni bajarayotganda uni hissiyotlari qanaqa bo'ladi, aynan uni individualligiga mos qilib tushuntirmoqchi bo'lsam, men bilaman. Men bilaman, buni eshitganman, men buni bu kursda eshitganman, men buni bu yerda o'qiganman, lekin chuqurlashmayaptiki, xo'p o'qigan bo'lsam, bilgan bo'lsam, nimaga amal qila olmayapman? Ya'ni bu yerda bilib olish muhim emas-ku. Siz aytganingizdek o'sha narsani hayotiga qo'llash muhim. Mana kelishadi, qanaqadir tavsiyalar bersangiz, mani qaynonam bor, mani qaynotam bor, mani erim masalan juda strogiy, bu narsada o'qishimga ruxsat bermaydi, bu mashqlarni bajarishimga ruxsat bermaydi, men qila olmayman deydi. Lekin siz hozir mana shunaqa variantini aytyapsiz, men dazmol qilib turib ham yo'lini qildim. Mani sohamda ham bor. Dazmol qilib turib o'sha mashqlarni qaytarsa bo'ladi. Masalan, affirmatsiyalar bor, aytib yurilishi kerak bo'lgan. Masalan, qanaqadir yozuvlar bor, o'sha bolani uxlatganida 15 minut kech uxlab, faqat xohish bo'lsa bo'ldi. Bizda ham bor shu nima deydi, uyga qanaqadir ishlarini qilib turib, parallelni bajarsa bo'ladigan ishlar bor. Lekin amal qilish darajasigacha olib kelmayapmiz. Nimaga amal qilmayapmiz degan savolga ko'pchilikda javob yo'q. Lekin men psixolog sifatida hozir aytib ketmoqchiman, nimaga men shuncha bilim olsam ham hayotimga qo'llolmayapman degan savolga katta ehtimol bilan javob, chunki men ko'p bilaman deyapman. Men o'zim bilaman buni. Siz menga yangi bilmagan narsamni o'rgating deyapti kelgan odam. Yangi bilmagan narsasini men o'rgatganim bilan o'zimda 100 ta ma'lumoti bor, qo'llay olmayapman. Men 101-ma'lumotni beraman. Uni qo'llay oladimi? 100 ta ma'lumoti bor qo'lida. Mana men bilaman deyapti. 100 ta ma'lumot bor. Menda yana bitta kopilkaga yig'gan, lekin u kopilkadan olib ishlata olmayapti. Bizga kerak 100 ta ma'lumoti bo'lmasin, yarimta ma'lumoti bo'lsin, yarimta. Lekin uni 100% to'laqonli hayotiga qo'llay olsin. To'g'ri aytyapsiz. Amal yo'q-da. Ulardachi men bilsam bo'ldi, hayotim o'zgarib qoladi degan fikr. Lekin bu eng noto'g'ri fikr. Qo'llamagunizcha natija bo'lmaydi. Harakatsiz natija nolga teng-da. Ko'p bilim ham xalaqit beradi odamga. Qaysi birini qo'llash bilmaydi. Ayniqsa, masalan, men ko'p narsani bilsam, men hayotim bilan solishtiraman-da. Voy, men buni noto'g'ri qotgan ekan, men buni noto'g'ri qotgan ekanman deyman-da, qaytanga battar stressga tushib ketaman. Lekin bittasini olib, vaziyatni bittasini to'g'rilashga davomli kirishsam, men natijaga chiqaman. Shuni tushuntirish qiyin bo'ladi. Mas'uliyat olishmaydi. Mana qiyinchilik haqida gapiryapman. Bizning sohada masalan eng qiyini shu hozir men o'zim bilaman deb kelgan mijoz eng qiyinida, chunki men unga o'sha ma'lumot berib, u ma'lumotni qanaqa qilib qo'llashini o'rgatishdan oldin bilgan narsalari bilan oldin kurashib ishlab, o'sha holati bilan bilgan narsalari nimaga ish bermayotganini tushuntirib berib, keyin o'zimni ishimga o'tishimga to'g'ri keladi. Bu mendan ko'proq vaqt, ko'proq kuch talab qiladi. Katta muammo-da bu. Sizni sohangizda eng katta muammo nima? Dangasalik. Dangasalik. Men aytaman har doim, men ham sizlar bosib o'tgan yo'lni bosib o'tganman. Xuddi sizlar kabi men ham ayolman. Meni ham farzandim bor, meni ham uyda katta oilamiz. Uyga kirib borganimda kelinman, ko'chaga chiqqanimda o'z rolim bor. Uyga o'z rolim bor. Erimni oldida o'z rolim bor. Farzandlarimni oldida o'z rolim bor. O'z ota-onamni oldida o'z rolim bor. Qaynonam va qaynotamni oldida o'zlarini alohida rolim bor meni. Uyga mehmon kelganda biz rollarimizni chalkashtirib borganmiz-da, ayollar. Xohish bo'lish kerak. Uchun bu mas'uliyatli narsa. Misol uchun, qayningizni oldida, "Ha, xo'p, oyijon" deyish ham mas'uliyatli. Eringizni oldida ham, "Ha, xo'p, adasi xo'p" deyish. Misol uchun, ko'chada vallomati bo'lmaysizmi, lekin eringizni oldida ko'chada qancha xohlasangiz rahbar bo'ling. Uyda siz baribir bekasiz, shu uyi bekasisiz. Mana shuni ayollar xohlamaydi. Endi meni oldimga kelgan ayollar ham azmuncha pul to'lab kelmaydi albatta shug'ullanishga, sog'lig'ini tiklashga. Ular gap sotishadi. Eng yomon ko'rgan narsam, ular xuddi gapga kelgandek o'tirib bir-birligisi bilan vichi-vichi qilib o'tirishadi. Gap sotib. Keyin xafa bo'lishadi. Turmush o'rtog'im 3 soat o'sha yerda qolib ketyapsan, borma deb aytibdilar. Vaqtni katta qismini kerak emas narsaga sarflab qo'ygan bo'ladi. Keyin ularga urishsam, ayrimlari bor, xafa bo'lishadi. Men oldindan aytaman. Men sizlarni pul to'lasam ham urishasizmi deydi. Men ustozman.
bu yerda sizlarni yoshinglar, statusinglar, nima mashina haydab kelgansizlar, sizlar kimsizlar? Bu yerda men oldimda o'quvchisizlar. Iltimos o'quvchi pozitsiyasida o'tiringlar menga. Xato qilasizlar, men xatoylarni to'g'rilayman. Bu kuchayib mashq qilsanglar, sirazi kelib to'g'rilayman, urishaman, o'qlov qilib qo'yaman sizlarga, turg'izib qo'yaman, mana qilaman. Menda jazo sistemalarim bor, o'zimga yarasha shularni qildiraman. Yoki kuyib ketadi. Shunchaki mashqlar kuyib ketadi, eshikdan tashqari kirgizmayman ichkariga deyman. Birorta narsasini olib kelmasa o'zi bilan birga. Men gigiyenaga qattiq qarayman-da. Gigiyenik narsalarni o'zinikini bir olib kelmasa, men qabul qilmayman ularni. Yomon ko'raman mas'uliyatsizlarni. Kech qolgan. Aytgan vaqtimga kelib berish kerak o'sha darsmi, o'sha dars va vaqtidan oshiq narsalarni talab qilganlarni yomon ko'raman. O'sha vaqtmi keyingi darsda oladi o'sha informatsiyani, infoni. Sabr yo'q. Toqat yo'q. Gap sotsa, o'sha vaqtini o'tkazsa, keyin qochadi, asosiy ishdan qochadi. Keyin natijani qilmading deb talab qiladi. Men boshda aytaman, mana buni qilsangiz natija olasiz. Konsultatsiya vaqtida sirazi aytaman, birdaniga sizda mana buncha vaqtda natija olasiz, holatingiz bunaqa, buncha narsa o'tkazgansiz, boshingizdan tiklanishingiz biroz mana buncha vaqt oladi. Sirazi aytaman. Kimdir aytadi, yo'q, 1 oyda zo'r bo'lib ketasan, 3 kunda zo'r. Yo'q, bu noto'g'ri. Men ko'p ko'raman, o'zim kabi kasbdoshlar bor. Ularni ko'rganimizda ularga borib qatnashib kelishgan bo'ladi-da, 1 oyda natija olasan degdi, olmadim deydi. Eng katta xato konsultatsiya bo'lmasligida. Har bitta ayol individualda. U ayol o'tiradi-da, yonidagi ayol natija olib ketyapti, uni holati o'sha zo'r bo'lyapti, munosabatlari yaxshilanyapti, o'zi stressdan chiqyapti, tana bilan o'sha ishlayapti, energiyasi ko'payib, samotsankasi oshyapti, o'ziga bo'lgan ishonch. Yonidagisida oshmayapti, chunki natija yo'q. U o'ksinib qoladi. Shuning uchun aytishim kerak deyman, siz xafa bo'lmang, asalim. Yaxshi gapiradiganlarim ham bor. Alohida olib aytaman-da, ular mana bunaqa bilasiz, sizchi yana kelasiz. Xo'p, men sizga mana bunaqa beraman. Qo'shib beraman. Keling. Individualligini hisobga olish, ya'ni sizlarning sohalarda ham individualligini hisobga olish asosiy narsa hisoblanadi. Albatta. Chunki u o'ksinadi baribir. Ayol kishi borki, unga mehr kerak, chiroyli so'z kerak, unga yupatish kerak. Chunki u yupatish yo'q-da. Oladigan narsasi mendan ishonch bo'lishi kerak. Umid. Men ularda umid uyg'otishim kerak. Deylik, shifokorga borsangiz ham umid bilan borasiz-da. U tuzalaman, men xudo xolisa, men shu lecheniyalarni olganimdan keyin men tuzalaman deb bor yoki psixologga ham borgan. Xudo xolisa, men bu muammoyimni hal qilaman deb umid bilan boradi-da. Umid bilan borgan o'ksintirib jo'natib yuborishim kerak emas. Shu ayol dalinesh ham shu mashqlarni xohishi bilan qilish kerak. Dars vaqtida men ko'p ma'lumot berishga harakat qilaman ularga o'tirib tushunib bajarish har bir darsimda o'z sohamdan kelib chiqib, ya'ni tana tuzilishlari, tana faoliyati qanaqa, uni funksiyasi nima, u qanaqa tizimda ishlaydi. Chunki biz bu yog'iga yosharmaymiz-da, Gulnoz opa to'g'risi qo'pol qilib aytganda, bu tanamiz bizga uzoq yil muddat xizmat qilib berishi. Duo qilamiz-ku, yotqizlik qilmagin, xor qilmagin, zor qilmagin, o'zimga xizmat qilib yursin, oxirigacha qilay deydi. Mana shu xizmatga loyiq bo'lish uchun bu tanani asrash kerak-da. Men shu narsani oldimga kelganda o'sha gruppada doskalarga chizib, gapirib berib, sodda narsalardan misol keltirishga harakat qilaman. Tanadan biz faqat talab qilishni bilamiz va nolishni bilamiz. Qo'lim xohlaganda emas, qornim men shunaqa kutganimdan katta, yelkalarim kichik, boshim undoq, oyog'im undoq, lekin bajarayotgan funksiyasi uchun minnatdorlik hissini hech qachon ado etmaymiz. Minnatdorlik deganda faqat so'z bilan rahmat, affirmatsiyalar bor bizda psixologiyada, o'sha tanaga minnatdorchilik bildirish yoki tanaga shukrona etish, lekin bundan tashqari sababini ham qilish kerak, ya'ni niyatdan tashqari harakat bilan ham ko'rsatib berish kerak tanaga. Men sen haqingda g'amxo'rman, men seni o'ylayapman, men seni borligingga shukr qilyapman deb shu qanaqadir bir g'amxo'rlik bilan, qanaqadir bir mehr ko'rsatib, o'ziga o'zi muhabbat deganda hamma har xil narsani tushunadi-da. Kimdir borib sumka sotib olish, kimdir borib yangi kiyim sotib olishni tushunadi, lekin o'ziga o'zi sevish hech qachon tashqi narsalardan boshlanmaydi. Chunki kiyimni siz kimgadir ko'rsatish uchun olasiz. Katta ehtimol bilan ustingizdagi kiyimni 70-80% atrofingizdagi odamlar ko'radi. Va siz kiyimni yoki sumkani yoki tufli mayli yaxshi chiroyli kiyinib yurish zo'r, lekin aynan o'zingiz uchun xizmat qilmoqchi bo'lganingizda, o'zingizga yordam bermoqchi bo'lganingizda
o'zingizga muhabbat izhor qilmoqchi bo'lganingizda aynan salomatlikka e'tibor qaratish kerak. Mental, ya'ni psixologik salomatlik va fiziologik o'sha o'zini nima bo'lyapti, tanani eshitish, nega etim og'riyapti, nega betim og'riyapti, shunchaki og'riq qoldiradigan ichib xuddi bola yig'lasa sababini tushunmasdan, bilmasdan ma deb og'ziga so'skasini tiqib qo'yib yoki chekaging o'chsin degandek qo'pol qilib aytganda bir faqat ovozini o'chirsa bo'ldi. Mana bolaga ham shunaqa munosabat qilamiz-da biz. Ovozi o'chsin degandek qilib harakat qilamiz-da. Lekin xuddi bolaga o'xshab tanaga ham o'zi nimaga og'riyapti, nimaga yig'layapti, nimaga bezovta bo'lyapman, nimaga men o'zimni mana shunaqa yomon his qilyapman deb shunchaki tanamizni eshitishga toqatimiz yetmaydi. Aslida o'ziga o'zi muhabbat o'sha tanani qabul qilish, undan keyingi bosqichi uni sevish. Uni borligi uchun, sizga xizmat qilayotgani uchun, Alloh taolo shunaqa mukammal qilib yaratgani uchun. Faqat kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, bir jiddiy kasallik bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda ichki shuncha muammolar bor, tashqi bir plastik operatsiyaga borishadi. Ya'ni korsetlar bilan bekitishga harakat qilishadi bu narsa. Korset tana uchunchi asli o'zi dushmanda. Buni bilmaydi ayollar. Shunaqa deb eshitdim men. Deydi, oladi, taqib oladi. Deylik, buni qanaqa? Zubnoy pasta deymiz. Hammamiz bilamiz, uyimizda zubnoy pasta bor yoki kremlarni idishi bor. Tegi probkasini olib qornini essangiz nima qiladi? Chiqib ketadi tashqari. Butun zubnoy pasta hamma yo'ni qiladi. Yetarlicha siqsakchi, keraklichasi chiqadi. Korset taqqanda ichki organlarimizni o'zi ishib turibdi-da, qorin sohasida ishish bor. Ichaklar ishib ketgan. Korset taqqanida u ichki ishish tashqariga chiqib turgach ichkariga kiradi-da, ichkaridagi organlarni tashqariga chiqarib yuborishga harakat qiladi. Ayollik a'zolari, tepada o'pka, yurak nimaga nafas ololmay qoladi ayollar yoki voy shuni yechib tashlay qolay deydi. Yechgandan lekin chidaydi baribir. To'y tugaguncha, marosim tugaguncha chidaydi shu korsetni yechmasdan. Prям chiroyli holatimda eslab qolsin. Lekin yechib oynaga qaraganda-chi, u emotsiyasini hammadan bekitadi. Alami ichida, yig'isi ichida, dardi ichida, mana shu qoniqmaydi o'zidan, har doimgidek turmush o'rtog'ini oldida o'zini haqiqiy ko'rsata olmaydi. Men chiroyli emasman. Hattoki turmush o'rtog'idan o'zini asl emotsiyalarini bekitishga majbur bo'ladi. Uni munosabatlari shundan buziladi. Aslida aytaylik, do'mboq ayollarni ham yaxshi ko'rishadi erlari. Yo'q, ozmagin deydi, do'mboq bo'lsa ham. Aslida o'zligini boricha namoyon qila oladiganlarni yaxshi ko'rishadi. Chunki har bir shaxsni fitratini yaratganga individual qilib, ya'ni boshqalarga o'xshamas qilib yaratganda, bizning vazifamiz faqat o'zimizni topish, o'zimizga qulay bo'lgan, bizga yoqadigan holatimizni bilish. Ba'zi ayollardan senga nima yoqadi o'zi? Mana boshqalar hammani bilar ekansan, eringga nima yoqishini bilar ekansan, qaynonangga nima yoqishini bilar ekansan, lekin o'zingga nima yoqadi desangiz, mana shu savolga ham o'zi haqida javob yo'q. Qaysi rang yoqadi, qaysi ovqat yoqadi, qaysi fasl yoqadi yoki na avtomatik shu masalan bahor yoqadi deydi. Lekin nimaga bahor yoqadi? Buni ham bir asosiy sababi bo'lishi kerak-da baribir. Nima uchun sizga yoz yoki kuz yoqishini qanaqadir sababi bo'lishi kerak. Bu sababini siz qachon tushunasiz? O'zingizni taniganingizda. O'zini tanish haqida hech qanaqa xatti-harakat yo'q. Lekin o'zini tanimagan odam boshqalarga qanaqa qilib tanitadi o'zini? Keyin bizning sohada juda ham nolish ko'p-da. Ayollar aytadi, meni turmush o'rtog'im menga e'tiborsiz bo'lib qoldilar, menga umuman qiziqmayaptilar deydi va sababini o'sha o'zini xunukligidan, mana hozir siz aytyapsiz, xunukligidan ko'radi. Qornim chiqib qolgan, semirib ketdim yoki yana bir boshqa sabablarni keltiradi. Aslida lekin shunchaki o'zini o'zi unutib qo'ygan bo'ladi. Shunaqa. O'zini salomatligini unutib qo'ygan bo'ladi. O'zini ichidan go'zallashtirishni unutib qo'ygan bo'ladiki, erkaklarga qiziqarsiz bo'lib qolganini sababi yo'q, bir xil bo'lib qoladi. Bir xil o'sha rejimda bo'lib qoladi. Ya'ni ertalab turdi, choy tayyorladi, bolalarni kuzatdi, uy ishlarini qildi, shu bilan kech bo'ldi, ovqat tayyorladi, hammani yig'di. Hech qanaqa bir o'zgarish yo'q. Odam o'zini tanigan sari har kuni o'zi haqida yangi nimadir kashf qiladi. Masalan, sizga murojaat qilishi yoki bizning sohada mana psixologga borishida ham o'sha bu birinchi qadamda, menda muammo bor deb yetib kela olganini o'zi katta gap.
Endi u yog'iga keyin qabul qilish, o'z ustida ishlash, disiplinani ushlash qoladi. Lekin shu joyga yetib kelgungacha ham ma'lum bir bilimlar kerak bo'ladi. To'g'ri. Bekorga bu gapni gapirmayman. Sizni sohangizda ham, psixologiyada ham, ya'ni meni sohamda ham shunaqa narsa bor. Bizani mentalitet uchun bu ikkala soha ham bir hali kirib bir tabiiyga aylanmaganda. Endi bunaqa desam, hattoki meditsina ham juda bir bizani aholimizga yaxshi kirib bormaganda, hattoki chunki bizni shu ko'tarib olib boradigan darajaga kelganda vrachga borardik, endi odamlar salomatligiga qiziqishni boshladi. O'shanda ham bir qanaqadir qismi hali juda ko'p odamlar bor, hattoki o'sha meditsinskiy образование emas, hattoki tibbiy o'sha bir o'zini tushunchasi yo'q. Psixologiya, sizni yo'nalishingiz, ayollarning salomatligi bu уже meditsinada ancha keyin bizani aholimizga tanishtirilayotgan sohalarda. Insonlarda tushuncha bo'lmagandan keyin noto'g'ri anglashlar ketib qoladi. Yoki Aybdorlik hissi bor-da. Aybdorlik hissi, ayblab qo'yishsa, birovni ayblashsa, birovni. Tushuncha yo'q. Shu mana shu sizga bermoqchi bo'lgan savolim, qarang Faxriya. Mana shu o'zingizni sohangizni kengroq odamlarga targ'ib qilish, mana boya aytdingiz, bepul darslar o'taman dedingiz. Kengroq targ'ib qilishi, ommaviy targ'ib qilishi yo'lini nimada ko'rasiz? Nima qilsangiz yoki odamlar nima qilish kerak? Aynan sizni yo'nalishingizda muammosi borligini bilish uchun. O'zini muammosini tan olish kerak oldin. Keladi ayollar, ko'chada ham ko'raman-da, ular menda muammo yo'q deydi. Muammo yo'q deydi. Vaholanki Kibr. kun bo'yi aytaman, hojatxonaga necha marotaba kirasiz desam, men ertalab kirganim kechqurungacha yetadi. Bu eng katta narsa, yomon narsa. Sidik qopimiz to'lib boradi-da, og'irlashib ichki a'zolarni bosib qo'yadi. Chunki suyuqlik bilamiz, vazn jihatdan og'irroq bo'ladi. Bosib qo'yadi, natijada muammo kelib chiqayotganini bundan ko'rishmaydi. Keyin aytaman, xo'p, katta hojatga qanchada borasiz? Haftada 1 marta yo 2 marta, bu menga normal holat. Ya'ni buni muammoligi haqida ham tushunchалigi yo'q. Lekin, xo'p, muammoingiz qornim borda, shu qornimni ketkizsam bo'ldi. Muammoni bitta taraflama qarashadi. Yo'q. Ortiqcha qorinni ketkizmoqchi. O'zi nimaga qorin chiqib qoldi degan savolga javob berishga. Qatdan kelib qoldi menda bu qorin? Nimaga qorin chiqib ketyapti o'zi? Nega chiqyapti? Birinchidan, bizda mehmon do'stmiz. Qarshilik taraflarim bor, trener sifatida. Bitta ovqat kelganda ketma-ket ovqat keladi bizda. Ha, mehmon keldi, kirg'izadi. Mehmonning hurmati, uni 5 xil ovqat olib kirmasa xafa bo'lib qoladi, ayniqsa qudalar kelganda. Oshqozon bir kosa ovqatga to'yadi. Ikkinchi kosa, hamma ovqat solsin, tog'oracha to'lib ketadi-ku. O'shancha tog'orachadek ovqatni ichkariga kirgizib olgandan keyin qorin ishmaymishi. Men qarshiman shu narsaga, Gulnoz opa. Aytib o'tishim kerak. Keyin o'sha qorinni korset bilan yopishga qarshiman. Ichkaridan ovqatni sobi yotibdi-da, lekin tashqi belgisini bosim bilan yopib, korset bilan yopib qo'ymoqchi. Men shuncha ovqat yesam ham qornim chiqmaydi degandek qilib. Yo'q, qorin bormi? Odamlarni aldamoqchi bo'lyapti, aslida lekin o'zini aldayapti. Shunaqa. Keyingisi bu aytmaymi gemoroy. Yo'q, gemoroy aytavering. Aytavering. Keyingi muammosi gemoroy. Ayollar ham, erkaklar ham umuman bunga befarq qarashar ekan. Bu rosa yomon narsa gemoroy aslida. Bu o'sha toz ostida qon yaxshi aylanmaganini hisobiga buni naqada venozniy uzli deydi rus tilida. Ya'ni vena qon tomirlarini shikastlanadi, chunki u yerda yuzaki bo'ladi, shilliq qavatlarda, u tevuradi, shuncha ovqat yedi, axlat ichida nimalar bor? U yerda tosh ham bor, u yerda tuz ham bor, u yerda hamma narsa bor. O'zi shu kasallik kelib chiqqungacha oshqozon ichakda buzilish borligidan dalolatda aslida bu. Biz masalan uni og'rig'ini qoldirib yoki bir qanaqadir boshqa muammo tug'dirib turgan, prям o'stir muammo bo'lib turgan joyini hal qilganimiz bilan bu narsa o'zidan o'zi shunda o'sha yerda o'zida muammo bo'lib chiqib qolmagan-ku, ichakdan o'sha ovqatlanishda buzilish bor, chaynashda buzilish bor, qon aylanishida buzilish bor. Mana vena deyapsiz, qon aylanishida buzilish bo'lgani uchun bu narsa kelib chiqqan. Keyin ular, voy, meni davleniyam oshib ketdi.
voy nimaga Davleniyani tushirsam bo'ldi. Lekin Davleniya davleniya tursam nimaga bo'ldi. oshdi? Voy qornim ishib ketdi, hazm qilsam bo'ldi. Hazm qiladigan dori ichsam bo'ldi. Ichim yurmayapti, ich yuradigan ichsam bo'ldi. Mana shu bo'ldi. Bitta mana buni qilib kelaman-da, keyin mana buni ichib olaman, bo'ldi, yaxshi bo'lib qolaman. Muammoingiz xuddi bizanikiga o'xshash. Shunaqa bitta kichkina Shu muammoni hal qilsam Shuni bo'ldi. hal qilaman. Erim yurib ketdi. Shuni hal qilsam bo'ldi. Shu ikkinchi xotinni yo'q qilsam bo'ldi yoki o'ynashini yo'q qilsam bo'ldi deydi. Lekin o'ynash yoki ikkinchi xotin yoki umuman boshqa uchinchi shaxs hayotingizga kirib kelgungacha o'zi muammoingiz bor edi. O'sha muammolarni to'g'rilaylik. Yo'q, men keldim sizga, siz menga o'sha muammoimni hal qilib bering bo'ldi. O'sha muammoni borib masalan sizni sohangizda og'riq qoldiradigan ichib hal qilsa, meni sohamda mahallasiga borib to'polon qilib hal qilmoqchi bo'lishadi yoki er bilan urushib hal qilmoqchi bo'lishadi. Lekin o'sha og'riq qoldirgan bilan yana kasallik qo'zg'aganidek borib o'sha janjal qilib kelgandan keyin ham o'sha xotinni yo'q qilgandan keyin yana bitta boshqa xotin paydo bo'lmaydi deb kim kafolat beradi? Hech kim kafolat bermaydi. Chunki muammo Chunki sababini yechmayapti. Mana hamma muammolarning boshida boyagi narsada menda muammo bor, keyin shu muammo nimada ekanligini o'rganing degan savolni odam o'ziga o'zi bersa, fiziologiyasida ham, psixologiyasida ham muammoni yechishga borishi ancha osonlashadi. Mana tan olish, menda muammo bor, keyin shu muammo qayerdan kelib chiqqanini aniqlayman. Mana ekspertga borganda ham muammoim bor. Men bu narsani bilaman, bu ekspertni bilaman yoki bu metodikani bilaman, bu texnikani qilganman emas. Meni muammoim bor. Menga o'sha muammoim nimada ekanligini aniqlashimga yordam beringki, men borib o'zim muammoni hal qilay. Yana bir narsaga qarshimi, kuchanib yurishga. Stress olganda ayolchi qattiq anaqa tanaga kuchanish beradi. Kuchanish beradi. Bekorga aytmayman. Tirishib qoladi-da hamma a'zolar hisobiga. Bizi mышцаlarni siqamiz-ku, stress paytida psixologически aytyapsiz, nervniy kletkalarni восстановить qilib bo'lmaydi deymiz. Siqish vaqtida bizda mushaklarning orasida o'zi bir kunda ishlab tugatiladigan, ya'ni o'z vazifasini bajaradigan hujayralar bor. O'zi normasi bor. Normasi bor. Yaralib, nobud bo'ladigan bo'ladi. to'qimalar. Endi nobud bo'ladigan to'qimalar ayrimda to'liq parchalanib ketmaydi-da. Doim sport bilan shug'ullanib, hatto ertalab kelganmi, kechqurunga LFK qiladigan bo'lsa, yuradi. Yurganda o'sha hujayralar o'lganlar parchalanadi, aminokislotaga aylanadi. Bizanikilar qilmaydi shu narsani. Kuchanganida o'sha aminokislotaga aylanish kerak bo'lgan toza hujayralar bor-ku, toza hujayralarimiz bor, yangi ishlab chiqarilgan va eskisi bor. Eskilari ham, yangilari ham parchalanib ketib qoladi. Siz aytayotgan o'sha stressni qilmaydi deganda, o'sha stress holatini energiyaga aylantirmaydi, energiya orqali chiqarib yubormaydi. Lekin energiyaga aylantirib chiqarib olishligi uchun bir to'xtab olib, o'sha siz boya aytgan uy ishlaridan, masalan, 5 minut o'ziga tin berib, o'zi bilan o'zi tafakkur qilishiga imkon berish kerak. Meni hozir masalan, nimaga oshqozonim og'riyapti? Mana oshqozon psixosomatika bo'yicha muammoni yoki vaziyatni qabul qila olmaslikni kasali-da. Vaziyatni qabul qila olmaganda, o'sha siz aytgandek stress ishlaydi. Stress o'sha oshqozon og'rig'i orqali birinchi beradi. Shu muammoni qabul qila olmagan, vaziyatni qabul qila olmaganingizda birinchi bo'lib oshqozon og'riydi. O'sha payt to'xta. Men hozir nimaga shunaqa holatga tushdim? Nimaga menda bu muammo bo'lyapti? Oshqozonim og'rig'ini sababi nima? O'sha sababi bilan ishlaydi demayman-da. Men chop borib no'shpami, og'riq qoldiradigan amezmi ichib olaman, yana dalishga ketiraman. Men og'riq qoldirganim bilan muammo hal bo'lmadi. Tegida qoldi u. Keyingi muammo tushib ustiga yig'ilishini kutib o'tiribdi. Muammoni hal qilishim uchun men nima qilishim kerak? Mana sizning sohangizda nima qilish kerak? Bizni sohamizda gimnastika qilamiz, biz toza suv mushaklarini gimnastikasini qilamiz. Gimnastika qilayotganda miya o'chib qoladi-da, o'sha vaqt. Masalan, ichda yuvayotgan payti miya bir varakayiga 2 ta 3 ta narsani boshqara olmay qoladi. Ayniqsa agar toza suv mushaklari bilan ishlayotgan bo'lsa, gimnastika qilsa. Ichda yuvayotdi-da, одновременно ham o'ylab, ham buni qila olmaydi. Buni qilish kerak. Nega? Pul to'lab qo'ydi birinchidan. Ikkinchidan buni qilsa, biladi nima natija olishini. Ayollarga nima yoqadi? Turmush o'rtog'ing yurib ketmaydi, desangiz yoqadi. Turmush o'rtog'ing sendan rozi bo'ladi. Seni ayol sifatida, ayoli sifatida yana ham yaxshi ko'rishni boshlaydi. Faqat seni deydi, boshqa ayollarga qaramay qo'yadi. Xuddi shunaqa. Desangiz, ayol
bo'ldi, все, boshqasini unutdi, g'iybatni unutdi. Bitta siz bilan menga emas, menimcha qaysi sohaga borishsa ham shu muammoligiga yechim kutishadi deb o'ylayman-da. Dardi bu yoqda shuncha muammo turibdi. Farzand bilan muammosini tagida ham shu dard borligi yotadi. Tam ishi yurishma, agar ishlaydigan ayol bo'lsa, ishida muammo borligini tagida ham o'zini salomatligi yotadi, lekin fikri dardi o'sha qaysi sohaga kelishdan qat'iy nazar men shu sani ering yurib ketmaydigan qilaman, shunaqa yechim beraman desangiz, rostmi u, yolg'onmi u, o'sha odamni ketidan ergashadi. Lekin bilan muammo borligini ostida psixologik, fiziologik salomatlikka zarar yetgani yotgan bo'ladi. U narsani lekin hal qilishni xohlashmaydi, chunki bu uzoq. Xuddi sizni sohangizdagi o'xshab, bizda ham uzoq terapiyalar orqali, anglashlar orqali, qabul qilishlar orqali, ha, men xato qilibman, endi bu xatoni tuzatishim kerak degan og'riqli yo'lni bosish orqali hal qilinadi bu narsa. Menga bu kerak emas. Men nima xohlayman, shunda borsam, mana волшебная tabletka deydi, o'sha волшебная tabletkani menga bersa ichib olsam, hech qanaqa mehnat qilmasdan, hech qanaqa kuch sarflamasdan natijaga erishib olsam, birdan ikkinchi xotin yo'q bo'lib qolsa, birdan erim meni aytadigan, meni aytganimni qiladigan, menga pul beradigan, meni qo'ynimga qaraydigan bo'lib qolsa, shunaqa. Birdan rezultatga chiqishi xohlaydi, lekin o'zi o'sha turmush o'rtog'ida munosabatda muammo paydo bo'lganini o'zi sababi bor edi, lekin sen nimagadir yechimiga qarab ketib qolding. Sababi ularchi, mana erkak va ayol turmush qurgandan keyin bir-biriga mehr-oqibatli bo'lish kerak. Ayol o'zini deylik turmush o'rtog'i tomonidan beradigan mehrini berkitishni boshlaydi. Ya'ni tanasi jihatdan berkitadi. O'tini berkitadi, putini berkitadi. U erkak, unda nafs bor. Nega buni hisobga olmaysizlar deyman. Ammo men naqaman-da, men mamutda kamchilik bor deyman, xunuman de. Meni ko'rsa qo'yni qolib ketadi deb o'ylayman. Men bu holatimda chiqish xohlamayman. Hozir internetda ko'ryapti-da, ideal figuralarni ko'ryapti. Men shunaqa bo'lsamgina yoqaman. Nima qiladi, eriga bosim o'tkazishni boshlaydi-da, Gunoz opa. Mana shu nimaga buni qilishni xohlamaydi, o'zi bekityapti, aniqda isterika qilib, erim, men o'zim bilan mashg'ul bo'lib qolsam deydi, erimni kuzata olmay qolaman. O'tkazib yuboraman. Nimanidir kuzatma, baraka topkur, o'zingni kuzat. Shunaqa. O'tkazib yuborsam deydi, keyin deydi, o'zim ayblab yuraman yoki erimni ketiga tushishim kerak bo'ladi yoki erim o'sha bilan ketib qoladi, u bilan turmush qurib oladi, u bilan bo'lib ketib qoladi-da, men yana qolib ketib qolaman. Siz kuzat deganingizga ana maqol bor-ku, egasi 1000 kuzatsin, o'g'ri 1 kuzatsin deydi. Bir siz 1000 kuzating, chiqib ketaman degan odam furtichka top chiqib ketadi, olib chiqib ketaman degan odam furtichka top olib chiqib ketadi. Shunaqa. Lekin insonning o'zida ishonchi bo'ladigan bo'lsa, sog'lig'i orqali, psixologiyasi orqali, emotsiyasi orqali, o'zi haqida tafakkuri, tushunchasi bo'ladigan bo'lsa, vaziyatni to'g'ri tahlil qila olsa, o'zidan qoniqsa, uni o'zidan nima deydi, o'zini holatidan, o'zini turmush tarzidan, birinchi o'rinda siz aytgandek o'zligidan, o'zini tanasidan, o'zini hissiyotlaridan qoniqishni boshlasa, inson atrofga ham shu nasishinность, nima deydi, bir to'yinganlik hissini berishni boshlaydi. Men o'zimdan davolniyman. O'zi to'ymagan, tashqaridan to'ldirish. Shunaqa, tashqaridan unga mehr berishlarini xohlaydi. Shunda ham to'ymaydi, chunki ichkariga kirmayapti. O'sha qobig'ini orasida qolib ketadi. Yetmaydi. Xuddi kamdek, mehr menga kamdi boradi. Chunki o'ziga mehr bermayapti-da. O'ziga o'zi bermaydi. Shuna o'zida 1% to'yingan, tashqaridan 99% kutyapti-da. Shuning uchun erdan katta narsalarni kutadi. O'zi aslida men aytaman-da, erkak ham, ayol ham ajrashish uchun turmush qurmaydi yoki erkak ham anta xotin bola chaqamni tashlab yurib ketaman deb uylanmaydi. Nega? Mana qarang. Oddiy qaynonalarni ko'rsangiz, o'g'liga kelin qidirayotganda, voy o'g'limga yoqmadi-ya, voy o'g'limga yoqadigan topishim kerak deydi. Bo'ylariga qaraydi, chiroyiga qaraydi. Uylanayotganida erkak bundoq qarab uylanadi. U tappa ko'zini yumib olib yoki ko'zini boylab olib uylanmaydi. Qiz ham xuddi shunaqa. Ya'ni yoqtirib uylanadi demoqchisiz. Erkakning tanlovi, erkak har doim o'zini tanlovini hurmat qiladi-yu, faqat shunaqa holat bo'ladiki, tanlovimda adashimman. Ya'ni men xotinimni har doim men uchun harakat qilib, go'zal bo'lishga harakat qiladi deb o'ylagan. Chunki uchrashuvda shunaqa bo'ladi deysiz. Siz uchrashuvga chiqib qotganingizda sog'lom, ota uyidan chiqyapsiz deydi. Chiroyli, o'ziga qaragan,
o'zidan qoniqqan, chiroyli muomalali, mayli qarab muomala turadigan. soxta emasligi endi ikkinchi daraja. Shunchaki mana holat o'zi haqida qayg'urgan inson chiqadi oldiga. Ya'ni makiyaj qilishga vaqt ajratgan, chiroyli kiyinishga vaqt ajratgan yoki o'sha holatidan odam o'zi qoniqib chiqadi. Men chiroyliman hozir degan hissiyot bilan uchrashuvga chiqadi. Lekin turmushga chiqib bitta tug'ruqdan keyin o'sha qomatidan qoniqmayapti. Erkak ko'rmayapti uni qomati buzilgan. Katta ehtimol bilan masalan o'sha ayollardan so'rasangiz, ering yetdimi, xunuk bo'lib ketibsan degan savol bordir balkim. Shunaqa erim yetdi deganlari ham nechidir foiz bordir, lekin katta qismidan agar turmush o'rtog'ing aytdimi, xunuk bo'lib ketibsan deb aytdimi, yo'q o'zim ko'rdim, ko'zim bor-ku deydi. Ya'ni bu o'zimdan qoniqmaslik hissiyotini, signalini men turmush o'rtog'imga o'zim singdirib qo'yapman. O'zimdan qoniqmaganimdan keyin o'sha alamzadani borib o'sha turmush o'rtog'imga zahrimni sochyapman yoki tilimni tiygan taqdirimda ham o'sha недовольный bo'lib o'tiribsan deydi-ku, o'sha недовольный bo'lib o'tirish orqali atrofga o'sha zarari tarqatyapman. Lekin o'ylayapmanki, yo'q, mana yana o'zimga o'zim tasdiq olaman-da. Menga tasdiq, psixikaga tasdiq kerak-ku. Men unga aytdim, tanam xunuk bo'lib qopti dedim. Psixikani vazifasi menga unga bergan buyrug'imni isbotlab berish. Shunaqa. O'zim qilgan, o'zimdan chiqargan zaharni odamlar menga oyna qilib ko'rsatib beryapti. Ana aytdim-ku xunuk bo'lib ketdim deb. Mana erim ham xunuk bo'lganim uchun menga shunaqa qo'pol muomala qildi deydi. O'zini ichkarisidan chiqqan zahrini odamlar o'ziga qaytarib berishayotganini tushunmaydi ko'pincha ayol. Tushunmaydi. Oyna botgan, aks botganini tushunish. Yana shunaqalari bor, men bilaman. O'zi etib turadi-da bu narsani bor-ku. O'zi aytib turadi, qonim chiqib ketibdi, adasi qarang, xunuk bo'lib ketibman. Bo'ldi bu narsa. Aslida men sizga farzand dunyoga keltirib berdim-ku. Siz meni nima borimcha qabul qilmayapsiz? Endi yoqmay qoldim. O'zini alamlarini birdan o'rtaga solib qo'yadi. Birdan o'rtaga. Er shokda bo'ladi-da. Men senga biron marta gapirmadim bunaqa, men bunaqa bo'lib ketibsan demadim-ku. Ishga berilishi mumkin. Ayol erim yurib ketmasin debchi ayrimda hamma narsani talab qilib tashlaydi. U kerak, bu kerak, mana bu kerak, mana bu kerak. Chunki qatladandir shu ilmni chala-chulpa eshitib olgan bo'ladi-da. Tegi ilmiy asosini tushunmasdan turib eshitib olgan bo'ladi. Ha, erkakdan pul shilishim kerak ekan deydi. Qanaqa shilish kerak? Qo'pol qilib aytganda shilish emas, buni erimdan pul olishim kerak ekan. Ko'p pul olsam erim yurib ketmas ekan degan gap faqatdandir chala-chulpa eshitib oladi. Lekin erkak qanaqa ayolga o'zi pul beradi? Erkak qachon ayolga pul beradi? Erkak ayolga pul berish uchun ayolni energetikasi qanaqa bo'lishi kerak degan ilmgacha tushmaydi. Shu boshini eshitib oladi. Erim pul bersa yurib ketmas ekan deydi. Ber deb talab qilish boshlaydi. Ya'ni erkakdan pul talab qilinyapti, e'tibor talab qilinyapti, lekin u yoqdan qayta aloqa ham yo'q. Menga ber degan o'sha chiroyli holat, o'sha garmoniyani, o'z-o'zi bilan garmoniyada bo'lish, o'zini sevish, o'zini shu pulga loyiq ko'rish. Mana birinchi o'rinda men o'zimni shunaqa mehr e'tiborga, pulga, erimdan keladigan sovg'a salomga loyiqman degan hissi ayol agar to'liq his qilgan kuni shuni transformatsiya bo'ladi, unga shu narsalarni olib kelishni boshlaydi. Lekin o'zini noloyiq ko'radi. Qornim chiqib ketdi, semirib ketdim, figuram buzilib ketdi. O'zi mana shu erkakni deb figuram buzilib ketdi. Shuni avlodini davom ettiraman deb, shunga farzand tug'ib beraman deb avlodim figuram buzilib ketdi. Dedi-da, battar zahrini erkakka sochishni boshlaydi. Lekin uni orasida pul ber. Erkak qanaqa ayolga pul beradi? Ichidan o'zini yaxshi ko'rayotgan, o'zini yaxshi his qilayotgan, o'zini o'sha beriladigan e'tiborga loyiq ko'rayotgan ayolgagina o'zi xohlab so'ramasa ham pul beradi. Lekin buni tushunishim uchun men bir o'zimni o'zimga qanaqa munosabat qilyapman? Axir erkagimning munosabati meni o'zimga o'zim qilayotgan munosabati emasmi deb tafakkur qilishgacha hech bo'lmasa shu darajasigacha o'zi yetib olish kerak mustaqil. Men o'zimga o'zim chiroyli munosabat qilmayapman. Atrofimdagi yaqinlarim menga faqat shuni ko'rsatib berishyapti. Men o'zimni ongimga men xunukman, men e'tiborga noloyiq bo'lib qoldim degan komandani beryapman. Shu narsani faqat atrofimdagilar rolini o'ynab beryapti. Men qachon o'zim bilan o'zim to'g'ri ishlab, to'g'ri munosabatga kiraman, keyin atrof gapirmasam ham o'zi o'zgaradi degan holatgacha hech bo'lmasa kelib olish kerak-da ayol. Sizga savol bermoqchi edimda, Gulnoz opa. Hamma psixolog deganda уже
noto'g'ri narsa singib qolganda bizaga. Shunaqa bo'lib qoldi afsuski. Sizni o'zingiz ham shu psixologiyaga kirib kelgansiz-ku. O'zingiz haqingizda ham qanaqa kirib kelgansiz? Baribir qiziqda, menga ham qiziq masalan. O'sha haqida ham ozgina gapirib bering. Eng alamlisi jamiyatda odamlar psixolog bo'lish uchun qanaqadir muammoga botib keyin psixolog bo'ladi degan nimagadir noto'g'ri stereotip bo'lib qolgan. Masalan, o'zi ajrashganlar ayollarga ajrim haqida ma'lumot beryapti. O'zi yolg'iz ayol bo'lib farzand tarbiyalayotganlar yoki farzandidan kuyganlar farzand tarbiyasi haqida ma'lumot beryapti deb aholining katta qismida shunaqa noto'g'ri tushuncha paydo bo'lib qolganda, afsuski. Psixologiya bu shunaqa ilmki aslida. To'g'ri, u tajribalarga asoslanadi, lekin ilmiy tajribalarga asoslanadi. Men olimlar yuzlab, minglab insonlar ustida o'tkazgan tadqiqotlarning natijasi sifatida olingan ilmiy asoslangan bilimlarni berishim kerak. Shart emas men o'zim ajrashgan bo'lishim, shart emas men o'zim farzanddan kuygan bo'lishim yoki ota-onamdan bir juda chuqur travma olib yoki ota-onam ajrashib ketgan bo'lishi shart emas. Travmasidan kirib kelsa bo'ladi psixologiyaga. Albatta. Travma o'zi mana insonlarda oldin mana shu travmani gapiray, har doim shu travma haqida ma'lumot bergim keladi. Travma haqida odamlarning tushunchasi o'zi noto'g'ri-da. Travmani bir qanaqadir yomon narsadek qaraymiz. Aslida travma bu insonning shaxs bo'lib shakllanishini omili hisoblanadi. Nimaga biz bolalikda travmalar haqida ko'p gapiramiz? Chunki bolada travma nimaga olishga bola moyil bo'ladi? Chunki u hali bu vaziyatga tushmagan. Qanaqadir vaziyatga to'qnash keldi, u muammoni yecha olmadi, yonida ongli katta inson bo'lmadi. Bu hammasi joyida. Yoki unga ishonch bilan qarab turgan katta odam bo'lmadi. Sen buni yengib o'tasan, men senga ishonaman degan, unga ishonch bilan qarab turgan bir juft ko'z yonida bo'lmadi. Shuni hisobiga bola travma oldi. Lekin travmani biz yomon deganimiz bilan agar travmalarni umuman hayotimizdan terib olib tashlash agar iloji yo'q buni. Agar travmalarni terib olib tashlaganimiz deydi, biz hozir shaxs emas, bir qanaqadir individ bo'lib qolgan bo'lardik. Bizani shaxs qilib shakllantiradigan narsa aslida travma. Travma orqali biz tajriba olamiz. Ya'ni travmani yechish malakasi menda hosil bo'lgani uchun ham menda tajribalar keysi paydo bo'ladi. Endi men bu tajribani o'zim kaltak yeb ham olishim mumkin. Ilm bilan o'qib, izlanib, kuzatib, o'z ustimda ishlab, har xil bilimlarni olib, insonlar bilan muloqot qilib ham bu tajribani olishim mumkin. Lekin bunaqa holatga shaxsiy tajribasiz kelish uchun inson bilimga ochiq bo'lish kerak. Men har qanaqa bergan ilmingga ochiqman, ya Rabbil alamin degan holatda bo'lish kerak. Men inkor qiladigan bo'lsam, hech qachon bu darajaga ilm bilan yetib kela olmayman. Bo'lmaydi. Ya'ni inkor etuvchi pozitsiyasida bo'ladigan bo'lsam, men bu holatga yetib kela olmayman hech qachon. Men ochiq bo'lsam, qabul qilish pozitsiyasida bo'lsam, men har qanaqa bergan ilmingga tayyorman, ochiqman. Menga chiroyli, xayr bilan, go'zallik bilan, yaxshilik bilan, xursandchilik bilan ber degan pozitsiyada bo'lsangiz agar, shaxsiy tajribasiz ham odamlarga yordam berish holatiga kelishingiz mumkin. Qarang, ko'p anaqa ayollar, men ayollar bilan ishlayman-ku. Agar boshidan qiyinchilik o'tkazmagan bo'lsa, psixologga borsa, u meni tushunmaydi, dardimni deb o'ylashadi. Siz bunga qanaqa qaraysiz? Psixologga odam boshini silatib, jiletkasiga yig'lash uchun kelmasligi kerak. Men kelib, agar psixologdan men jirtvani o'ynab beraman-da, u menga achinadi, u meni boshimni silaydi, u meni yig'lashimga yupatadi deb psixologga kelish kerak emas. Psixolog vazifasi umuman bu emas. Psixolog sizni holatingizga boshqa rakursdan qarashga yordam beradigan shaxs. O'zingizni fokusingizni boshqa rakursdan olib kelib, o'zingizga qaratib berish kerak va siz o'zingizni holatingizga xuddi kino ko'rgandek, mana kino ko'rayotganimizda oddiy qilib yechim qilamiz, mana bu bilan qolsa bo'lardi-ku, mana bunaqa javob bersa bo'lardi-ku, mana bunaqa yechim qilsa bo'lardi-ku deb o'zimizcha kino qahramonlariga bir ta'rif emas, kommentariy qilib qo'yamiz-ku. Xuddi shunaqa holatda o'zingizga ko'rsatib bera oladigan shaxs. Agar men o'tirib siz bilan birgalashib, voy ering iflos, shunaqa qildimi? Ha, o'zi shunaqa bo'ladi ular. Meni ham erim shunaqa edi, saniki ham shunaqa qilibdi. Hamma erkaklar o'zi yomon deb men unga qo'shilishib, agar yig'lab siqtab o'tiradigan bo'lsam, yechimga qanaqa qilib boramiz? Mana shu joyda juda ham to'g'ri gapirdingiz.
Bu sohaga sizni kirib kelganingiz haqida boya savol berdim. Yana shu Bu narsaga yoqqa olib ketib qoldimmi? Ha, bu yoqqa olib shuni ham ketib qoldim. aytib o'ting, iltimos, chunki hammaga qiziqdi. Ayniqsa menga qiziq narsa, ya'ni kim bilan gaplashyapman? Aslida bu ayol kim? Sizga bu ishonchda xalq hamma psixolog ko'rgandan keyin filtrlashni o'rganish kerak-da. O'shanga sizga Kelyapmiz, Xudoga shukr. Filtrlash darajasiga kelyapmiz. Men oliy ma'lumotli psixologman. Nizomiy nomli Toshkent davlat pedagogika universitetini tamomlaganman. Pedagogik psixologiya yo'nalishini, bakalavr, magistratura tamomlaganman. PhD qilganman, pedagogik fanlar falsafa doktoriman va hozirda nomini yaqinda prezidentimiz o'zgartirdilar. O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti degan bir nom berildi. O'sha universitetda 8 yildan beri psixologiya yo'nalishida dars berib kelaman. Ya'ni bo'lajak psixologlarni tayyorlovchi ustozman. Mashalloh. Psixologiyani nazariy asoslarini chuqur o'rganganman va Allohning izni bilan mana 3-yil aynan amaliy psixologiya bilan shug'ullanib, o'sha amaliyot o'tash, ya'ni konsultirovание, terapiya bilan shug'ullanib kelyapman mana 3 yildan beri. Men psixologiyaga siz aytgandek shu qanaqadir muammoga tushib qolganim uchun kelmaganman. Aksincha, juda ham yaxshi hayotdan kelib qolganman. Menda hamma narsam o'z joy-joyida bo'lgan. Institutda o'sha o'ziga yarasha obro', 2 tilda dars o'taman, rus, o'zbek gruppalarga. O'zimni talabalarim, shogirdlarim, o'ziga yarasha hurmat, e'tiborim, yaxshi ishim bor edi demayman, bor hali ham, Xudoga shukr. Endi zashita qilib 2020-yil zashita qilib endi yana ham yaxshi bo'ladi deb turgan joyimda Xudoyim shunaqa bir chiroyli sinov bilan emas, aynan chiroyli anglashlar bilan meni amaliy psixologiyaga o'zi solib qo'ydi. Shunaqa bir chiroyli holatlar bo'ldi. Sinov bilan demayman, aynan anglash bilan men bo'ldi, men qabul qilaman. Nima bersang qabul qilaman pozitsiyasida bo'ldim va meni u chiroyli qilib shunaqa konsultatsiya qilish darajasiga olib kelib qo'ydi. Turmush o'rtog'im o'zi qarshi bo'lganlar konsultatsiya qilishimga, chunki men juda ham kuchli emotsiyaga beriluvchan, emotsional odamman-da, empatman, odamlarning dardini juda chuqur his qilaman va qanchadir vaqtgacha o'zimga kela olmay yurardim. Lekin men psixologman deb hech qayerda aytmasam ham o'zi odam fitratingizni to'g'irlab qo'yar ekanda, Alloh taolo o'zi fitratingizni to'g'irlab qo'yar ekan. Odam fitratini baribir tarqatib yuradi, translyatsiya qilib yuradi-da, xohlasa, xohlamasa. Odamlar kelib o'zidan o'zi muammolarini aytib, har keyingi muammo chuqurlashib ketavergandan keyin men aytdimki, bu bekorga bo'lmayapti bu holat. Menimcha men o'zimga baryer qilib, o'zimni himoya qilishni o'rganishim kerak deb kurs o'qishni boshladim va kursdan ketma-ket, ya'ni qo'shimcha kurslar o'qishni boshladim va shundan amaliy psixologiyaga kelib qoldim. Shu 3 yildan beri amaliy psixologiya bilan shug'ullanib kelyapman. Qancha o'quvchilarni xursand qilgansiz? Ya'ni kelib talabalarimni ham sanasam bo'ladimi? Yo'q, aynan siz oldingizga kelgan oddiy ayollar, muammosi bilan kelgan ayollar qanchadan beri keladi oldingizga? Misol uchun mamnun, sizdan juda ham hayoti o'zgarib ketgan, birinchi o'zini tushunishni boshlagan, aylagan o'quvchilaringiz qancha? 100 dan oshdi. Men hali kurslarim yo'q, individual ishlayman. Shu individual 3 yil davomida individual ishlab, bittaga bitta ishlab 100 dan ortiq ayollarga inshaalloh Allohning izni bilan qo'limdan kelgancha amaliy yordam berib, ya'ni qanaqa yordam beraman? Meni vazifam ularni ongini transformatsiya qilish. Muammoga boshqa tarafdan nazar solib, unda bo'layotgan muammodan foyda bilan chiqib ketishni o'rgatish. Bu muammodan nima foyda olish mumkinligini ko'rsatib beraman. U foydani olib o'zligi chiqib ketishligi kerak bo'ladi. Demak, qiyinchilik tagida yaxshilik yotganini shuni ko'rsatib berasiz. Albatta. Qiyinchilik tagida yaxshilik yotadi. Qiyinchilik nimaga beriladi? Chunki undan oldin osonlik bilan berilgan ilmni biza qabul qilmagan bo'lamiz. Masalan, qanaqadir sizga video chiqib keldi, nimadir mavzu haqida. Shuni ko'rdingiz. Siz agar bilimga ochiq bo'lsangiz, tafakkur qilasiz. To'xta, menga bu mavzu nimaga chiqib keldi deb tafakkur qilasiz-da, bilim olishga ochiq bo'lasiz. Agar inkor qiluvchi bo'ladigan bo'lsangiz, bekor 5 tasini yebsan deysiz-da, shuni o'tkazib yuborasiz. Tafakkur qilmadingizmi, keyingi anglashingiz uchun beriladigan bilim sizga yana ham chuqurroq bo'lib keladi, yana ham kattaroq bo'lib keladi.
masalan kimdir sizga tanbeh berishi mumkin, kimdir sizga kommentariy bildirishi mumkin, u gap sizga yoqmasligi mumkin. Bu gapni men bugun nimaga eshitdim, nimani olishim kerak bu gapdan, ya'ni inson menga oyna tutayotgandir, balkim qanaqadir o'zimdagi holatni to'g'rilashim kerakdir, xatolarim bordir degan anglashda agar bo'ladigan bo'lsangiz, bo'ldi, men qabul qildim, men nimanidir olishim kerak ekan, xudoyim menga shuni anglat degan pozitsiyada bo'ladigan bo'lsangiz, xatokorligim norma menga. Meni men xato qilishim mumkin, men ideal emasman, men hech qachon ideal bo'la olmayman, ideal faqat sensan, meni xatolarim bo'lishi tabiiy, menga faqat yordam ber xudoyim, men tayyorman qabul qilishga desangiz, yumshoqlik bilan, Hamma yaxshi ko'rish xayr bilan keladi. Yo'q, albatta, nimaga meni hamma yaxshi ko'rishi kerak? Ayollar shunaqa-da, meni palonchi yomon ko'rib qolmasin, pistonchi yomon ko'rib qolmaslik kerak. Hammaga chiroyli ko'rinishga, lekin ichida qolib ketadi. Qayta javob qaytara olmaydi, shaxsiy chegaralarini o'rnata olmaydi. Mana shu narsada ko'p qiynalishadi ayollarda. Shaxsiy chegarani bolalikda o'rgatish kerak, o'rnatish. Biz bolalikdan bolalarimizni o'zimizdagi travmalarni hisobiga bolalarimizni hammaga yoqadigan qilib tarbiyalaymiz deb, bizning vazifamiz bolamiz mehmonga borganda bizani uyaltirmasin. Aytbetga borganda yaxshi gap eshittirsin. Lekin obolochkani chiroyli qilib qo'yamiz-da, to'xta, o'zi nimaga o'zini shunaqa yomon tutyapti, nima muammosi bor ekan, nimaga yig'layapti, nimaga injiqlik qilyapti, nimaga xarxasha qilyapti degan savolga chuqurlashmaymiz. Bizga shu tashqi ko'rinishi chiroyli bo'lib tursa bo'ldi. Yut, bo'ldi, bos, gapirma, jim, yig'lama, tegma, olma deb bostiramiz va o'sha emotsiyani yashab berishga qo'ymaymiz bolaga. O'sha emotsiyasini mana ichidan toshib ketayotgan vulqonni tasavvur qiling, bostiryapsiz. Bermayapsiz yashab berishiga bolaga. U nima qiladi? Bostirilib bir kun shunaqa portlash qiladi. Qayerdan keldi bu deysiz? Hayron qolasiz, nimaga menda shunaqa vaziyat bo'ldi deysiz. Jim yuruvdi-ku, nimaga jim yuruvdi? Ko'rsatib kelyotdi-ku, yig'lab, injiqlik qilib sizga bildiryotdi-ku. Nimaga uni bostirdingiz? Nimaga unga o'sha emotsiyasini chiqishiga yo'l qo'ymadingiz? Emotsiya qayerdan kelyapti deb suvni boshiga bormadingiz. Va katta bo'lganida bir qanaqadir portlab chiqib ketsa, juda ko'p kelishadi o'smirlik davrida. O'sha gormonal o'zgarishlar, o'sish, ijtimoiy o'sish, psixologik, fiziologik o'sish hisobiga bolada shu bostirilgan hamma emotsiyalar birdan ko'tariladi. Bolam shunaqa yaxshi edi, shunaqa yuvosh edi, shunaqa yomon bo'lib qoldi, nima qilishimni bilmayapman deb juda ko'p kelishadi, aynan o'smirlik davrida. O'smirlik davri shu bolalikda bostirilgan emotsiyalarni bo'rtib ko'rsatib beradi. Hamma o'sha bostirgan, siz qilgan xatolaringizni endi o'smir bolangiz sizga o'zingizga oyna bo'lib ko'rsatadi. Endi u charchadi, bu yaxshi bo'lishdan charchadi. Unda o'zi charchamadi, unda gormonlari shuni o'zi nima deydi, shunaqa chiqaryapti. O'zi fiziologik chidolmayapti. Biz endi uradi, bir xil ota-onalar urishadi, baqiradi, so'kadi, uydan haydab boradi. Lekin yana o'sha bolalikda bo'lgan muammoda nimaga bolamda bu bo'lyapti? Nimaga bunaqa narsa sodir bo'lyapti? Keyin eshitib ko'ray fikrini, keyin gaplashib ko'raydimi? Yoki birdan bola katta bo'lgani esiga tushib qoladi ota-onani, u bilan gaplashishni xohlab qoladi, suhbatlashishni xohlab qoladi. Lekin bola 10, 11, 12 ga to'lgunigacha siz uni gapini ham eshitmagansiz, fikrini ham inobatga olmagansiz, hech qanaqa u bilan suhbatlashishga qiziqishingiz bo'lmaganda, birdan muammo paydo bo'lganidan keyin siz u bilan gaplashgingiz kelib qoldi. Nima deb o'ylaysiz? Bola kelib keyin gaplashadim. O'zidan o'zi mana 10 yil, 12 yil siz unga bu malakani bermadingiz. Lekin hozir u chidolmaydigan davrga keldi. O'zini boshqara olmayapti, o'zini qo'lga ola olmayapti. Bu yoqdan o'rtoqlari bilan o'ziga yarasha muammolar bor. Bu yoqdan o'qishidan, bu yoqdan maktabdan, bu yoqdan siz ham turibsiz-da, men bilan ham muammoyini hal qildi-siz. Men bilmayman hech narsani. Menikini birinchi hal qildi. Birinchi menikini hal qildi-siz. Siz birinchi o'rinda yordamchi qo'l bo'lishi o'rniga, yo'q, meni muammoyimni birinchi o'rinda hal qil deb turibsiz. Shunda bolada o'sha hal qilish malakasi yo'q-da unda hali. Hal qilishni bilmagani uchun u o'zi bilganicha hal qiladi. Yana turmush o'rtog'iga ham turibdi, menikini hal qilib berasan. Bolaga turibdi, menikini hal qilib berasan. Hammaga faqat meni hal qilib berasan. Lekin o'zida hal qilishga harakati yo'q. Shunaqa ayollarga nima maslahat berasiz? Birinchi aytadigan gapim, nimadan boshlashni bilmaydi-da ular. Nima qilishim kerak? Mana xuddi suhbatni ham nimadan boshlab olamiz, u yog'i davom etadi. Ayollar nimadan boshlasin bu narsani? Xo'p, u tushunmayapti. Bu podkast eshitayotganlar bir-biriga yetkazadi, lekin aytaylik, u nimadan boshlasin eshitayotgan odam? Ayrimlar shu joydan eshitadi. Muammoni yechimini eng birinchi qadami tan olishdan boshlanadi.
Nimani tan olsin? Menda muammo bor va men uni hal qilishim kerak. Bu уже onga bizda muammo bor, uni hal qilaylik. Nima muammoyimiz bor degan komandani beradi. Birinchi o'sha qo'yiladigan qadam tan olish. Ikkinchisi ilm olish. Ya'ni men har doim aytaman, agar nimadan ilm olishni boshlashni bilmayotgan bo'lsang, o'zingni o'rganishdan boshla deyman. Tana a'zolaringni, ichki a'zolaringni, psixologiyani, fitratingni, tug'ilishingni o'rgan. Onangdan borib, masalan, onadan borib so'rasa bo'ladi. Ona, bolaligim qanaqa o'tgan? Eng eslab qoladigan holatlaringiz qanaqa bo'lgan? Xarakterim qanaqa bo'lgan? Ya'ni o'zi haqida ma'lumot to'plab o'ziga ko'rsatib berish kerak. Shunda katta ehtimol bilan muammo qayerdaligini mustaqil topish mumkin bo'ladi va o'sha muammoni ustida mustaqil ham ishlab ko'rsa bo'ladi. Lekin agar mustaqil ishlashi iloji bo'lmayotgan bo'lsa, mutaxassisga borib uchrash kerak. Endi yana bir savol shu joyda keladi. Ko'p ayollarga boshqa psixologlarni ham ko'rdik. Ular ham xuddi sizga o'xshab maslahatlar berishni nimadan boshlashi, ayollarni tashqaridan kuzataman deyman. Ular eshitishadi-da, meni oldimga kelishayotganda suhbatligini ogohon eshitaman. Hammasi pulga taqab olgan. Doktorga borsang ham pul, bu yoqqa borsang ham pul, bu yoqqa borsang ham pul. Siz bunga qanaqa qaraysiz? Pulga qanaqa qarayman? Avvalambor nimaga pul bo'lmasligi kerak degan savolga javob berishligini xohlardim o'sha ayollarni. Avtobusga chiqsangiz ham pul. Magazindan bir narsa sotib olmoqchi bo'lsangiz ham pul. Hattoki o'zingiz akangiz magazini bo'lsa ham, siz aqlingiz bo'lsa bilib turasiz, u tovarni sotib olganini. U tovar daraxtdan terib kelmagan, u tovarni sotib olgan. Xuddi shunaqa mutaxassis ham sizgacha olib kelayotgan bilimlarini, qayerdadir pulini, umrini, vaqtini o'zini mazza qilib dam olishi mumkin bo'lgan o'zini resurslarini sarflab, o'zini ehtiyojlarini qondirishga sarflashi mumkin bo'lgan resurslarini bilim olishga sarfladi. Yana shu yerda bizda imkoniyat bo'lmaganda, sizlarda imkoniyat bor-ku. O'shaning uchun ham sizlar bizga ko'proq yordam berishingiz kerak. Bu pozitsiyasi. Bu menga hamma должен o'sha жертвада bo'ladi. Men qurbonman, men vaziyat qurboniman yoki men o'zimni qurbon qildim. Xuddi ular o'qimagani uchun boshqalar o'qigandek yoki boshqalar o'qigani uchun ular o'qimay qolgandek. Shu savol, shu vaziyatga mana shu holatdan qarashni o'zi ko'p savollarga javob beradi-da. Boshqalar o'qigani uchun siz o'qimay qoldingizmi yoki siz o'qimaganingiz uchun boshqalarda o'qishga imkoniyat paydo bo'ldi? Ular imkoniyat yaratib berishgan. Ular xuddiki institutda o'qish uchun kontraktini to'lab berishgan yoki uni ilm olish uchun uni bir bolasiga qarab turgandek munosabatda bo'lishadi. Yana menga qilib berish kerak degan gapni gapirishadi. Hech kim bu hayotda aslida hech kimga hech narsa qarz emas. Majbur emas. Majbur emas. Hech kimga hech narsa majbur emas. Insonlarga demoqchiman. Hech kimga majbur emas. Har kim o'zini tanlovida yashaydi. Ya'ni muammoda yashash bu tanlov. Ilm olmaslik bu tanlov. Muammoni hal qilishni istamaslik bu tanlov. Turmush o'rtog'ini telefonini kovlab bir narsalarni topib alamda yashash ham bu tanlov. Har kim o'zi tanlagan hayotida yashaydi aslida. Taqdir masalasini agar hozir aytadigan bo'lsa, yo'q, Alloh yozib qo'ygan taqdirda yashaydi hamma deydi. Albatta Alloh yozib qo'ygan taqdirda yashaymiz. Lekin Alloh shu darajada adolatliki, u bizga taqdirimizga qo'shib tanlov masalasi, ya'ni yetmaganiga duo qilsang, so'rasang, menga ishonsang, o'zgartirib beraman degan holatda ham berib qo'yapti-da. Shu darajada marhamat qilyaptiki, lekin biz o'zimiz qilgan xatolarimizni bizga taqdirdan shunaqa bo'lgan, bizning boshqa ilojimiz bo'lmagan shunaqa deb yashab o'tishyapti. Lekin ilojsiz narsani o'zi yo'q. O'limdan boshqa hamma narsani iloji bor. Rassiz yashayapsizmi? Nasibingiz qo'shilib turibdimi? Qattandir bir ilm olyapsiz, gap eshityapsiz, fikr eshityapsiz, ovqatlanyapsiz, kuningiz o'tyaptimi? Demak, nasibingiz hali bor. Nasibingiz bor joyda ekansiz, hali ham tafakkur qilib, ilm olib, o'z ustingizda ishlab, ishonch bilan Allohga menga ber, men roziman, ilm ber degan bir pozitsiyaga o'tish bu sizning tanlovingiz. Men ishonaman, menga ham shu narsani berasan. Men ishonaman, menda ham o'xshaydi shu degan pozitsiyada yashash bu insonning o'zini shaxsiy tanlovi. Hech qanaqa bu bir murakkablik, hech qanaqa bu qanaqadir
vaziyat sizni tushirib qo'ygani yo'q. Vaziyatni biz yaratamiz. Inson o'zi yaratadi atrofidagi vaziyatlarni. To'g'ri. Afsuski vaqtimiz chegaralangan bo'lgani uchun bugungi suhbatimizni yakunlashga majburmiz. Gapimiz shunchalik qizib ketganidan o'ljallagan vaqtimizdan ham o'tib ketibmiz. Lekin agar sizlarga ham suhbatimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, albatta fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar va keyingi podkastlarimizda yana qanaqa mavzularni olib chiqishimizni, qaysi mavzularni yoritib berishimizni xohlashinglarni albatta yozib qoldiringlar. Biz uchun bu juda ham qimmatli. Keyingi podkastimiz aynan siz tanlagan mavzuda bo'lishi mumkin. E'tibor qilib eshitganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.